pulga olgansan? 5 millioncha bordi. 5 million. Bu oyoq kiyim nechi pul turadi deb o'ylaysan? 200 ming ham turmasa kerak. 2,5 ming? Kallang joydami? Itam kiymayapti, bunaqa oyoq kiyim hozir. Itam kiymayapti. Adeyni oyoq kiyimlari. Sen shu darajada o'zing bilan o'zing bo'lib ketdingki, oilang naryoqda tursin, o'z otangga ham vaqt ajrata olmayapsan. Bilasanmi buni nimaga oldim? Senga ko'rsatish uchun emas. O'g'limni vaqti bo'lmayapti. Oyog'imdan suv o'tib ketyapti, mashina yamab olib kelib bera olasanmi deb adang menga iltimos qilyaptilar. Sen o'zingni ehtiyot qilgin. Men buni yamab omonatni egasiga topshiraman.